Yunusobod rayoni 5-kvartal. Namyo Shohsaroydan kevrish. Yo'lli yuzi mana. U ana svetoforda chorrahada Korzinkadan o'tishingiz bilan Amerikanskiy posolstvo mana o'rinda. Posolstvoni yoni Yunusobod rezidensiyani ko'rinib turibdi. Tak bu yo'lga ketirish Zenitga, Alfragams o'qishiga ketirish. Mana yonimda kanechka bor, 51-83 kanechkasi. Lokatsiya yaxshi joy. Pul zararligi uchun sotyapman. Posolstvoni to'g'risida dom. Eshigiga kiraverish bu yoqda. Birinchi pastki podval, birinchi etajdan podval, magazin, ikkinchi etajdan magazin. Uchinchi etajdan kvartira boshlangan. Kirib kelganingizda koridor, kafel, teplый pol, hammom, свежий ремонт. Hech kim yashamagan. Koridor. Hammomda ulanishda mana kuxonniy nabor. Hamma yog'i bitgan. Bu yog'i mana spalni. Yangi remont, hech kim yashamagan. Hop, bu yog'i ikkinchi spalni. Mana hamma joy bitgan. Xullas kirganda mana studiya, kuxnya, mana ikkita spalni, mana studiya qilingan-da. Studiya bo'lgan mana katta. 7 metrdan katta, 8 metrga yaqin, 7 metr. Yo'q, studiya bo'lgan, mana o'rtada. Shu koridor, ikkita xona. Sanuzel yangi. Hech kim yashamagan. Полный теплый пол. Электричествоsi. Mana bu orqa hovli, mahallalar hammasi. Pasimda ikkinchi etajda $750 $1000 kvartirani turadi. Ikkita bemalol $1000 $750 qo'ysa bo'ladi. Kvartiraga. Ikkita kvartira turibdi pasimda, ikkinchi etajda. Manikiga ham qo'ysa bo'ladi menimcha.